Diqqat tezkor, jarima balli 12 ballga yetgan haydovchilar soni 49 nafarga yetdi. Birgina Toshkent shahrining o'zida 29 nafar haydovchi 12 ball to'plashga ulgurgan. Faqatgina 4 ta viloyat, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida jarima balli 12 ballga yetgan haydovchilar aniqlanmagan. Hozirda ularning ishi sudga oshirilgan va endi ular haydovchilik guvohnomasidan mahrum etiladi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati boshlig'i Zoir Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, ana endi ular odatdagidek 1-marta haydovchilik guvohnomasini olayotganda 20 talik test sinovidan o'tish kerak bo'ladi. Bunda 12 ball to'plagan haydovchilar 50 talik test sinovdan 46 tasiga to'g'ri javob berishlari shart bo'ladi. Hurmatli haydovchi aka-ukalar, opa-singillar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Jarima ballari ishlayapti. Siz ham so'nggi pushaymonning girdobida qolmang. Bu videoni barcha haydovchi tanishlaringizga albatta yuborib qo'ying.